Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, mana bugun Allohga hamdlar bo'lsin kim Ramazon oyining 3-kuni taravihning 4-sida siz azizlar bilan namozxonlar uchun barcha qulay sharoitlarga ega bo'lgan keng, ko'rkam Abu Hanifa nomli masjidda uchrashib turibmiz. Alloh taolo suhbatlarimizni hammamiz uchun manfaatli qilsin. Har kun taravih namozi oldidan Allohga shukrlarki suhbatlar qilyapmiz. Al-amru bil ma'ruf va nahyu anil munkar. Yaxshilikka chaqirib, yomonlikdan qaytarmoqdamiz. Bizni eshitib turgan siz jamoat va mana bu to'g'ridan to'g'ri ijtimoiy tarmoqlar orqali bizlarni ko'rib, tinglab turgan hamma azizlarimiz uchun bu suhbatlarimiz manfaatli bo'lishini Alloh nasib etsin. Ha azizlar, bizning diniy ta'limotlarimizda yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarish 40 asosiy farzdan biri. Yaxshilikka chaqirib, yomonlikdan qaytargan bilan nima bo'lardi degan savol bo'ladigan bo'lsa, buni juda katta manfaati bor. Juda ham katta manfaati bor. Biz sababchimiz hidoyat Allohdan. So'zimizning isboti. Mana hozir hijriy 1447-yil bo'lsa, Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam 53 yoshlarida hijrat qildilar va Madinadagi hayotlaridan bu taqvim boshlangan. Demak, payg'ambarlikning 13-yili edi. 1447 ga 13 qo'shsak 1460 bo'ladi. Shunaqami? 1460 yil oldin hijriy taqvim bo'yicha 1460 yil oldin aynan mana shu Ramazon oyida Hiro g'orida Payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vassalamga Alaq surasining dastlabki oyatlari nozil bo'ldi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Iqra bismi robbikallazi xalaq. Xalaqal insana min alaq. Iqra va robbukal akram. Allazi allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallohul azim. Sizni yaratgan Robbingizning nomi ila o'qing. U shunday bir Robbingizki, insonni alaqdan bir parcha go'shtdan yaratdi. O'qing, Robbingizning karami kengdir. Bu Robbingiz shunday bir zotki, insonga qalam bilan u bilmagan ko'p narsalarni o'rgatdi degan dastlabki oyatlar nozil bo'ldi. Demak, 1460 yil oldin bir kishi bilan Payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu vassalamning o'zlari bilan boshlangan bu
so'nggi va mukammal dinimiz bugun ana shu al-amru bil ma'ruf, yaxshilikka chaqirish, savob ishlarini tushuntirish, ezgulikka, odamiylikka, oila parvarlikka, mehr oqibatga, muruvvatga, halollikka, poklikka chaqirishlik bilan boshlangan dinimiz yomonlikdan, gunohdan, ma'siyatdan, jinoyatdan, haromdan, fisqdan, fujurdan qaytarishlik bilan boshlangan dinimiz bugun yer yuzini aholisining qariyb yarmiga yetdi. 3 milliardga yaqinlashdi musulmonlarning adadi. Ko'ryapsizmi? Ana shu yaxshilikka chaqirish, yomonlik bilan qaytarishligi bilan mana shu katta bir isbotimiz, so'zimizning aytaylik bayoni mana shu. Allohga shukr. Yildan yilga diniy ta'limotlarimiz, islom dini ta'limoti keng yo'ymoqda. Odamlarimiz diniy ta'limotlarimizdan xabar topib, halollikka, poklikka, oqibatga, mehr, muruvvat kabi fazilatlarga amal qilmoqdalar. Jumladan Ramazon oyi shunaqa bir oy. Ramazon oyi yaxshiliklar oyi, ezguliklar oyi. Buni qarang. Xufton namoziga, xufton namozidan keyingi taravih namozlarida Allohning kalomini tinglaylik, undan bahramand bo'laylik deb saf tortib turibmiz. Bu fayzni qarang, bu shukuhni qarang. Allohga hamdlar bo'lsin. O'zimizning farzandlarimiz bizlarga Allohning kalomini xatm qilib bermoqdalar. Shukr qilamiz. Shukr qilsak ziyoda bo'ladi. Azizlar, shu jumladan bugungi mavzuyimizda tildan chiqadigan ba'zi bir illatlar to'g'risida to'xtalib o'tamiz. O'zi aslida nutq qilish, so'zlashish, gaplashish, fikrimizni, maqsadimizni bayon qilish bu Allohning katta bir ne'mati bizlarga. Alloh taboraka va taolo Ar-Rahmon surasida xabarini berib qo'ydi-ku. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Ar-Rahman allamal Qur'an. Xalaqal insana allamahul bayan. Sadaqallohul azim. Mana Alloh subhanahu va taolo o'zini nomini zikr qilib, Ar-Rahmon nomi bilan Qur'onni o'rgatganini aytayapti. Va Alloh taolo Qur'onni o'rgatib, insonni yaratib, xalaqal insana allamahul bayan. Mo'jizalarni izhor qilyapti-da. Insonni yaratib, unga gaplashishligini o'rgatdi. Gaplashishni o'rgatdi. Hech bir tafakkur qilganmizmi? Biz qanaqa qilib gaplashamiz? Biz qanday nutq so'zlaymiz? Nimaga inson farzandlaridan boshqalar bunaqa ravon nutq so'zlash olmaydi? Hali to'tiqush degan qushni yillar davomida odamlar o'rgatadi, ba'zi bir so'zlarni gapira oladi-da. O'sha ba'zi bir so'zlarni gapirganini butun elga namoyish qilib, odamlar kerak bo'lsa unga pul to'lab borib tomosha qilamiz-a? Vaholanki ana shunday bebaho ne'mat Alloh subhanahu va taolo tomonidan siz bilan bizga berilgan. Ana allamahul bayan. Bayonni so'zlashni o'rgatdi. Ana shunday bo'lgandan keyin bu so'zlashlik ne'matini shukrini qilishimiz kerak ekan. Shukrini qilish uchun gapirsak yaxshi gapirishimiz kerak.
Bo'lmasam jim o'tirishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlari bizga shu narsani o'rgatganlar. Hattoki iymon bilan bog'laganlar. Rasul akram sollallohu alayhi va sallam aytdilarki: "Man kana yu'minu billahi val yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Kimki Allohga va oxirat kuniga iymoni bo'lsa, gapirsa yaxshi gapni gapirsin, bo'lmasam jim o'tirsin dedilar. Allohga shukr. Hammamiz Allohga ishonamiz. Unga iymon keltirganmiz. Borligiga, yakka yagona ekanligiga, yaratuvchi Farvardigorimiz ekanligiga iymon keltirganmiz. Ishonamiz, inonamiz. Shu bilan bir qatorda oxiratga ham ishonamiz. Oxiratdagi hisob-kitobga, jannat va jahannamga, huzur va halovat azoblarga ishonamiz. Shunday bo'lgandan keyin tilimizga ham e'tiborli bo'lishimiz kerak ekan. Ayniqsa Ramazon oyi yeyishdan, ichishdan, jimodan tiyilishlik bu ommaning ro'zasi deyiladi. Hamma uchun joriy qilingan ibodat. Farzi shu. Ammo mana shu ro'za ibodatining darajasi borda, savobi ko'prog'i. Savobi ko'prog'ining ikkinchi holati xoslarning ro'zasidir deganlar payg'ambar alayhissalom. Xoslarning ro'zasi aynan bizning tanamizdagi a'zolarning ham ro'zasi bor ekan. Tilimizning ro'zasi molo, ya'ni hech kimga foydasi bo'lmagan gaplarni gapirib yurishlikdan tiyilish. Yoki odamlarni ranjitadigan gaplarni gapirishlikdan tilimizni tiyishimiz. G'iybatdan, ig'vodan, chaqimchilikdan, bo'xtondan, haqoratdan, kamsitishdan, qo'pollik, birovni tergash, so'kish, haqorat qilish degan kabi illatlardan tilimizni saqlab yurishimiz kerak. Ro'za tutganingiz shu bilan bilinsin azizlar. Bozorda savdodamisiz? Ko'chada taksi minasizmi? Boshqa joyda ishlaysizmi? Vazifadormisiz? O'qiysizmi? Uyda, ko'chada, ishxonada o'qishingizda ro'za tutganingiz bilinib tursin. Ro'za tutganingiz labingizni rangi o'zgarishi bilan emas, yoki rangingizni o'zgarishi bilan emas, xulq va atvorimiz bilan ro'zadorligimiz bilinib turish kerak. Yon atrofdagilar shuni his qilsin. O'zimizni o'zimiz nazorat qilaylik. Ha, ro'zani foydasi bo'libdi mana bu odamda degan e'tirof bo'lish kerak. Payg'ambar alayhissalatu vassalam o'zlari tushuntirib berganlar-ku. Bir kishi kelib siz bilan janjallashmoqchi bo'lsa, tortishmoqchi bo'lsa, birodar, og'ayni, ro'za oydamizku. Men ro'zadorman. Siz ham ro'za tutgansiz-ku deb eslating deganlar. Agar shunda ham ro'za bo'lsa nima qilibdi? Hozir hal qilib olishimiz kerak bu masalani deb yana shu tortishuv, janjallash chiqadigan bo'lsa, ikkinchi marta eslating deyaptilar. Voy, ro'zadormiz. Qo'ying. Shuni yaxshilik bilan hal qilsak bo'ladi-ku. Ozgina sabr qilib turing deb tushuntiring. Shunda ham tushunmaydigan bo'lsa, u joydan keting deganlar. Ana. Tilning ro'zasi mana shu bo'lar ekan. Xuddi shu kabi bugun ijtimoiy tarmoq degan narsa bor. Mana bu internet. Undan to'g'ri foydalansak yaxshi mana. Hozir ma'ruzamizni to'g'ridan to'g'ri uzatyapmiz. Masjidga kela olmaganlar balkim uylardan yo uzoq bir mamlakatlardagilar eshitib tinglayapti. Manfaatli bo'lsin. Bunaqa yaxshi jihatlari ko'p. Lekin bundan ham to'g'ri foydalanish kerak-da. Mana qo'llarimizni, barmoqlarimizni ham ro'zasi bor.
Ramazonda ijtimoiy tarmoqda nimadir bir fitnani ko'rib qolsak, darhol o'shanga qo'shilib o'zimiz ham bir narsa tagidan yozib qo'yavermaylik bilib bilmay. Darrov tagida bir sharh yozib, o'zi bular shunaqa, o'zi undaydi, bundaydi deb yomonlikka qo'shilib ketavermaylik. Yoki bir odamni sha'ni shavkati to'g'risida gap ketayotgan bo'lsa, unga ham qo'shilib hali sha'ni shavkatini paymol qilmaylik. Mana bu ham roza. Qo'limizni, barmoqlarimizning rozasi. Kompyuterni bosganingizda ham, telefondagi aytaylik o'sha harflarni yozganingizda ham yoki boshqa jonli bir qo'limiz bilan nojo'ya harakat qilishlikdan tiyilishimiz qo'llarimizning rozasi. Xuddi shunaqa ko'zimizning rozasi. Nojo'ya joylarga qarashdan tiyilishlik. Quloqimizning rozasi bor. O'shanaqa yomon gaplarni eshitayotganda ya uni o'chirib qo'yish kerak. Yoki jonli bo'ladigan bo'lsa, baraka topinglar, qo'yinglar shu gaplarni. Ro'zamiz-ku axir. Ro'zamizga futur yetib qolmasin. Yaxshi gaplarni gapiringlar, o'zimiz jim o'tiraylik deb qo'yish kerak. Yo shunday ham bo'lmasa, keyin sekin turib ketish kerak. Mana bu xoslarning ro'zasi bo'lar ekan. Tana a'zolarining ro'zasi. Endi undan ham yuqorrog'i bor ekan. Undan ham yuqorrog'i bu qalbimizni, tilimizni, ongu shuurimizni, butun vujudimizni zikr bilan, tasbih bilan, salovatlar bilan mashg'ul qilish. Hayolimizga, gumonimizga turli yomonliklar keladigan bo'lsa, darhol astagfirulloh, astagfirulloh, astagfirullohal azim va atubu ilayhi deb o'sha yomon hayollarni ketkazish. Mana bu xoslarning xosining ro'zasi ekan. Ro'zamiz shunda mukammal bo'lar ekan, savoblari ziyoda bo'lar ekan. Duo qilamiz. Alloh taolo hammalarimizni ixlos bilan savob umidida tutayotgan ro'zalarimizni dargohiga qabul aylasin. Ro'zalarimizning xoslarning ro'zasi, xoslarning ro'zasini ham tutib borishimizni Alloh nasib etsin, dargohiga husn maqbul aylasin. Savoblarimiz ziyoda bo'lsin. Gunoh va ma'siyatlarimiz Robbimiz o'zi mag'firat qilsin. Allohumma aslih halana va hala jami'il mu'minina allazina ya'ishuna fi anha'il alam bi rahmatika ya arhamar rahimin.